Chet tillarini o'qitishda zamonaviy metodlarni joriy etish va pedagoglar malakasini muntazam takomillashtirish ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Termiz davlat universiteti professor o'qituvchilari tomonidan maktablar bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik avvalo ilmiy metodik bilimlarni amaliyot bilan birlashtirish, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini kuchaytirish va o'quvchilarning til ko'nikmalarini xalqaro standartlar darajasiga yetkazishga xizmat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari galdagi lavhamizda. O'zbekistonda so'nggi yillarda xorijiy tillarni o'rganish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Prezident farmon va qarorlari asosida maktabgacha ta'limdan tortib oliy ta'limgacha bo'lgan bosqichlarda til o'rgatish tizimini takomillashtirish, o'qituvchilar salohiyatini oshirish, o'quv qo'llanmalarini yangilash va zamonaviy o'qitish texnologiyalarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa xorijiy tillarni samarali o'rgatishda oliy ta'lim va maktablarning o'zaro hamkorligi muhim o'rin tutadi. Hozirda Termiz davlat universiteti ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrasining professor o'qituvchilari Termiz shahridagi 3-maktab o'qituvchilari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishgan va ular bilan muntazam tarzda amaliy mashg'ulotlar olib borishmoqda va undan ko'zlangan maqsad o'zaro tajriba almashish, o'qituvchilar uchun mahorat darslari va treninglar tashkil etishdan iborat. Bunday integratsiya orqali maktab o'qituvchilari zamonaviy metodika va yangi tendensiyalardan xabardor bo'lib boradi. Talabalar esa amaliyot jarayonida haqiqiy o'quv muhitida tajriba to'playdi. В настоящее время наши профессора и доценты Hozirda ilmiy salohiyatga ega bo'lgan professorlarimiz, dotsentlarimiz maktab o'qituvchilari uchun maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etyapti. Bu kurslarda fanning yangi yo'nalishlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim vositalari va STEM yondashuv asoslari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bunday kurslar maktab o'quvchilarining kasbiy salohiyatini oshirish, ta'lim jarayoniga ilg'or innovatsiyalarni tatbiq etish va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ishonamanki, bu hamkorlik o'z mevasini beradi. Ushbu maktabda olib borilayotgan ishlarimiz o'quvchilarning xorijiy tillar bo'yicha sertifikat olishida, oliy ta'limga qamrashda samarali bo'ladi. выпускников в высшем образовании. Zamonaviy metodlar chet tilini o'qitishda nafaqat tezkor, balki holatga mos individual yondashuvni ta'minlaydi. Ular orqali o'quvchi tilni faqat grammatika darajasida emas, balki muloqot vositasi sifatida qo'llaydi. O'zlashtirgan bilimni amaliyotda sinovdan o'tkazadi. Ingliz tili kabi xalqaro tillarda mustaqil fikrlay oladi. Bu jarayonda esa universitet va maktab hamkorligi muhim o'rin tutadi. Hozirgi kunda maktabimizda 20 dan ortiq ingliz tili o'qituvchisi faoliyat yuritadi. Bundan tashqari 2000 dan ortiq o'quvchilarimiz bor. Hammasini ingliz tili o'rganishga ishtiyoqi juda baland. Biz ingliz tili darslarida samarali foydalanish uchun ularga turli xil metodlardan dars berib kelmoqdamiz. Universitet bilan hamkorlik menimcha juda ham samarali natijalar berib kelmoqda. Bugungi seminarda biz universitet ustozlaridan yangi turli metodlar o'rgandik va o'zimizda darsimizda uni adaptatsiya qilishga qaror qildik. Bizning maqsadimiz hozirgi kunda o'quvchilarga samarali dars berish va o'quvchilarning ingliz tiliga, xorijiy tillarga bo'lgan qiziqishini yanada orttirish. Chet tili o'qitish jarayonida universitet va umumta'lim maktablari o'rtasidagi hamkorlik ilmiy metodik yondashuvlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Umuman olganda bu tajriba chet tilini o'qitishda zamonaviy metodlarning samaradorligini oshirish, o'quv jarayonini xalqaro standartlarga yaqinlashtirish, ta'lim muhitida ilmiy nazariy g'oyalarning amalda tatbiq etilishiga xizmat qiladi.